Bundan akam bular aka? Necha bo'lyapti savdosi? 7,5 deb 6 ming savdo. 7,5 aytilyapti, 6 million savdosi bilan. Qurbonlikqa qo'yiladigan qo'ylardan bo'lsa. Necha puldan aka bular? Ay, savdosi qancha bo'lyapti savdo? Savdo 300 3 million 300 savdosi bo'lyapti. Necha pul baraka bo'ldi aka? Qaysi? Qo'zi. Necha pul? 3,5. 3,5 sotilibdi. Ana, shahada qildim ha. Necha pul qoldi qo'zlar aka? Bilmasam 3 million deyapti. Men ham jangal kelib shuni so'rayapman. Ikkovini boshini biriktirib. Necha pul so'rayapsiz? So'raganim hozir o'zini so'rab turibdi. 3 million dedingizmi? Savdosi qanday bo'lib qoldi? 27 dan bermaymiz. Aka qo'chqorlar necha pul qoldi savdosi? Savdo 6,5 deyapman. Savdo necha pul bo'ldi? Savdo so'rashgan yo'q. 6,5 million aytilyapti, endi savdosi bo'ldi. Hali savdo bo'lgan. Necha pul qoldi aka bular? Bundan ekan bular? Necha pul bo'ldi qo'chqor? 7 deyapman, 7. Savdo qancha bo'ldi aka? 5 million o'tsa 5 million. Mana qarshi bekkan emas. Qarshi bak qo'ydi. Ha? Savdo qancha bo'ldi? 5 5dan 6gacha. Hasar katta zo'rmi? Necha puldan bo'lyapti aka bular? Qo'z qo'chqorlar. 3 million 400 dan bizga bergan. Ha. Neçdan bu neç puldan bo'lib qoldi aka bular? Bir 42. Qo'za bular? Qo'za. Uyda ham bormi aka? Ha? Uyda ham bormi? Uyda ham bor. Telefon nomer qoldiramizmi? 50lik, 50lik 100, 31 92. Qayerda qo'ylar? Qo'zlar? Sandiqqa. Do'stlar, mana shu yerda qishqasi uyda ham bor deyapti. Telefon qilishingiz mumkin. Aka necha pul qoldi qo'chqor? 47 bo'lib qoldi. Savdosi 47. Necha pul qoldi aka bu sovrinlar? 3 million 600 dan bo'lib qoldi. 3 million 600 dan. Sal pastroq tushirdim. Ya, pastroq molni o'zi olinyapti. Necha pul qoldi jiyan bu? 55 8. 1 million 8. 1 million 8 dan bo'lsa beraman men. Pul olib qo'chqor. Olindimi? Sotiladimi? Sotiladi. Uloqchi. Necha pulga? 400 mingga olib turamiz. Aka qo'zlar necha pul qoldi? Qo'zlar 22 dan. 22 dan. Necha oylik aka bular? 4 oylik. 3 oylik. 3 oylik. Aka necha pul oldi? Necha pul qoldi? Shunday deb 73 bo'lyapti. Savdosi 73. Nima bu chorimi? Qancha? Mayli 35 ming. 120 ming so'mni so'ning 35 ming. Sar bor ekan. So'mga hamma narsani so'rab o'tkazib qo'yaman. Arabani 38 bersak bo'ladimi? Hech kimlar qilsa shu endi ancha bo'ldagi bo'yagi. 35 kira eng minimumini hisob. Necha pul sotildi jiyan? Qaysi? Qaysi sotildi aka? Necha puldan bo'lyapti bular? 28 dan. 2 million 800.
Ana qurbonliqqa qo'yiladigan qo'ylardan do'stlar. Aka nech pul qoldi bular? Sot. Tushdim. Aka nech pul bo'lyapti savdosi bular? Savdo 5 million. 5 million so'm. Nech pul bo'lyapti savdosi buni? Shundan ekan. Aka nech pul bo'lyapti savdosi? Savdosi aka 5 dan bor. 5 million so'm. Ne qilamiz? 15 ta go'shani qo'yib kelyapti. Aka nech pul qoldi cho'lingni? 36 650 ta. Qaqa nech pul akami? Savdosi. Aka nech pul qoldi bular? O 3 milliondan bo'lib qoldi. 3 million so'm. 34 deyapman xola. 3 milliondan bo'lib. Ularchi? To'qlar 3 million. 29 dan ko'tarib olyapti. 29 dan ko'tarasiz o'zing so'rayman. Nech puldan mo'llagan bular? Aka? Aka 5 million 500 dan deyapmiz. Aytilishi? Aytilishi 5 dan so'ralyapti. 5 million so'mdan so'rayapti. O'tgan yil qo'zilar hammasi. To'qlida to'g'rimi? To'qida endi chiqyapti. Endi chiqyapti. Nech pul qoldi uka-bu? Aka buni 33 so'rayapti. 33. Nech pul so'rayapsiz bu? Biradingizmi? So'rayapman. Nech pul? Bobo million so'm. Nech pul qoldi aka? Qo'shqonlar. 6,5. 6,5 million so'm. Hozirda Nech pul so'rayapsiz aka buni? Nech pul so'rayapsiz? so'ragani bor aka. Nech pul bo'lyapti savdosi? Savdo 3 million bo'lyapti. 3 million. Aka qo'zi yana bola nech pul qoldi? 6 million so'mdanmi? Ikkalasimi? Ikkalasi. Yo, olindimi? 6 million, 3 million so'mdan 6 million so'm aytiladi. Aka nech pul qoldi bular? 5,5 so'rayapti. Sağlar Raşim. 5,5 so'rayapti. Ikkalasi 5,5. Nech pul bo'lyapti aka qo'zlarni? Qo'zilar 24 dan bermayapman. Qo'shqor qo'zi. Oling bor. Nech pul so'rayapsiz? Arzon bo'lsa shuni bor, oling. 20 ya 25 so'rayapti. 25 so'rayapti. Ukamiz tomoni 27 so'rayapti. Shumi aka? Ha, sherigini blogermiz. Ha. 33 ga sherigini berdik, buni ham 33 qildi, bermadik. Bol 32,5 bo'lyapti. Bermaysan uni ham. Yo'q. Hozirroq bor, berib beramiz biz hozirroq. Qo'zlar nech pul qoldi? Qo'yini so'rayapti 2,5. 2,5. Uka 10 million beryapti. Sherlarimizni qolib ketgan. Nech pul qoldi aka bular? 30 dan savdosi. Qancha? 33 dan. 33 ta savdosi. Qo'chqormi? Qo'chqor akam bu. Nech pul qoldi aka bular? 2 million 3 million. 2 million, 3 million, ikkalasi 5 million. Qo'zlar nech pul qoldi? 14. 14? Ha. Nech pul qoldi ekan qo'zlar aka? 1 million 800. Necha oylik bular? 2 oylik. 2 oylik, 2,5 oylik. Nech pul qoldi aka qo'zlar? Hech pul berasiz. Nech pul bering? Nech pul bo'lyapti savdosi aka? 5 million bo'lyapti, 5 million. Ikkalasi 2,5 5 million. Nechidan 2 milliondanmi? Yana bola nech pul qoldi aka? Yana ola. 3 million 900.
Bola asırgaçı mı? Erkek. Qaysi sotildi aka? Ha. Qaysi baraka bo'ldi? Buni baraka bo'ldi. Nech pulga? O'zimni videoga bering. Nech pulga? 3300 ga. 3.300 ga. 35 kilo jig bor. Qaysi ketdi? Buni. Men o'zim qo'y. Buni-chi? Buni sotiladi. Nech pul bo'ldi savdosi? Bilmayman, tog'am buni qo'y. Buni 3 qo'y. Nech pul so'rayapsiz aka? 16. Qaysini bunimi? Buni. 16, 1 million 600 so'radi. Qanday kanal ekan bu? Aka nech pul qoldi bular? 27. 27. Nech pul bo'ldi jiyan bu? Ekan, so'ra. Pul qoldi aka bular. Savdosi. 2 million 400 bo'lsa. 2 million 400. Bularchi? Buni 19 bo'ldi. Ha? Savdo bo'lgan emas. Qo'zi nech pul qoldi? 22 da. 22 aytilish, savdosi? 2 million so'm. Qo'zilar nech pul qoldi aka? Jiyan bilan savdosi. 1 million 350. Nech pul qoldi aka ular? Savdo. Nech pulga? 2 million so'mni oldi bir boshi. Aka nech pul qoldi qo'zilar? 22 dan bo'lyapti. 22 dan 2 million 200. Qo'shqarcha. Qo'zini qo'y nech pul oldi aka? 37 bo'lib qoldi. 3 million 700. Bola zirg'achimi? Necha kunlik bolasi aka? 1 haftalik. 1 haftalik. Nech pul qoldi? 18 dan. 1 million 800. Aka nech pul qoldi bular? Aka bu 37, 38, 35 bo'ladi. Mana bular 33 dan bo'lyapti. 2 dan berib 32 dan bir boshni so'radi. Savdongizni bersin. Qoldi aka? 32 million qoldi. 2 million so'm savdosi. 1 million so'm. 1 million 600 qoldi. 1 million 600 savdosi bo'ldi, 2 million aytilyapti. Nech bo'ldi? Yanga? 1 million 700 oldi. Kimlik bular? 13 dan. 1 million 300 oldi teshki. Nech pul baraka bo'ldi? Qay? Nech bo'ldi? 600. 500 ming bermoq. 500. Taka bilan takasi. Bo'lar va. Nech pul oldi aka bu? 750 bo'ldi. 250? 700. Ha, 750. Jiyan nech pul bo'ldi savdo? Nech pul savdo? Nech pul so'rayapti? 2 million. Aka nech pul qoldi uloqlar? Uloq nech pul qoldi savdosi? 650. Aka echkilar nech pul qoldi? Sizdan aka bular? Nech pul qoldi? 700 dan bo'lyapti. 1 million bo'lyapti. Kattasi 1 million. Qolgani 700. Nima qilaman deyapsan, jiyan buni? Mashq qildiryapsan. Necha pul qoldi savdo? Savdo necha pul bo'ldi? 800 bo'ldi. 800. O, mana. Mana bu bolani qizi beradi. Aka necha pul qoldi? 1 million bo'lyapti. Savdosi 1 million. Necha pul bo'ldi savdosi aka? 12,5 bo'lyapti. 1 million 250. Bo'lsa menga bering. Aka uloqlar necha pul qoldi? Uzovlar har bolasi shuncha, onasi shuncha. Savdo necha pul bo'ldi aka? Nechta bo'lsa u? Bitta ona bo'ladi. Shergina yo'q, uzov. Uyga. Aka necha pul oldi bular? Nima bugun hamma kameradan. Necha pul oldi aka? Savdo. 12 deyapti. 1 million 200. Bularchi? Bu 1,5 bu 500 qoldi. 500 ga 1,5. Aka necha pul qoldi bular? Kattalari, kichkinalari? Yeni bolalar 21 dan bo'lyapti. 22 million 100 dan. Aka echki necha pul oldi savdo? Necha pul so'rayapti? 1 million 300, 1 million 350. Bog'i necha pul qoldi bular?
Ben varzan bu kaldı. Neç pul masalan bu? Az olsun. 700-800 so'rab yotdi. Omad tushmaydi. Sirxandaryo tushmaydi. Aka neç pul bo'ldi savdosi? Neç pul bo'ldi bular? Neç pul? Jahon bozori 600. Aka neç pul qoldi? 1,5. 1,5. Neç pul bo'ldi jiyan bular? Neç pul? Neç pul so'rayapsiz? Ha? Neç pul bo'ldi savdosi? Aytver, neç pul so'raganini ayt. Uyalma jiyan, nimadan uyalasan? Aka neç pul bo'ldi savdosi? 1700 bo'ldi. 1,700. Aka neç pul qoldi savdosi buni? 23 savdosi qoldi. 23. 24. Aka bunun savdo neç pul so'rayapti? 650 dan bo'ldi. 650 dan. Uloqlarmi? Yana bolami ya? Uloq. Eskinichi? 1,200. Aka neç pul qoldi savdosi buni? Uloqlarimi 700 dan savdosi bir joyda bo'ladi. Echkilarchi? Ya dumshan o'rtam 100 2 million 100 ming. Neç pul bo'ldi baba? Assalomu alaykum. 700 bo'ldi. 700. Savdosi. Bularchi? Sarkami nima bu? Taka. Taka, ha? Neç pul? 1,800 bo'lsa berib o'raman. 1,800 bo'lsa berib yuboramiz. Bu uloqlarni 450 dan bo'lsa berib o'raman. Uloqlarni 450 dan. Ha, arzi bozor. Bizlarga ona qimmat sotish yo'q. Yo'q, savdangiz bersin. Aka neç pul qoldi bular? Bular ham shu narxda. Bular Shu ham narx, ha? 700 dan bo'lsa berib o'raman. Echkilar neç pul qoldi aka? Har xil bo'ladi. Neç pul uloqlar? 800 gacha. 800 gacha. Neç pul bo'ldi jiyan? Uloqlar. 1,100 dan. 1,100. Mana shuni marka. Kanalisni nima aytyapsiz? Aka neç pul qoldi bular? Bular bizda emas, bular. Musulmonjon Ibragimov. Musulmonjon Ibragimov. Neç pul aka? Echkilarga 2 million. 2 million so'mmi? 1,5, 16, 17 har xil. Uyda ham bor, ha? Uyda ham bo'ladi. Telefon nomer qoldiramiz. Ayting. 77lik 77lik 410 410 32 92 37 32 92. ha 32 92 do'stlar, mana shu nomerga aloqa chiqasiz. Mana shu echkilarimiz uyda ham bor deyapti. Telefon qilsangiz bo'ladi. Uloq nech bo'lib qoldi aka? Ular aka 600 dan 700 dan bo'ladi. 600 700 dan bo'ladi. Kichkinalar 600, kattasi 700. Yana bola nech bo'lib qoldi echka? Assalomu alaykum. Adel nima? Olindimi ya? Echkalarga uloq tartdilar. Ha, echki nech olindi? Qanchaga? 1,700 ga olinibdi. Aka. Echkilar, uloqlar 1 milliondan 800 dan har xil bo'ladi aka. O 570. Sarkalar nech pul ekan? Yo'q, ko'tara olmaysiz. Aka nech pul oldi savdosi? Savdo nech pul bilan nech pul so'rayapsiz? Ikkalasini 6 million 100 mingga so'rayapsiz. Echkilar nech pul qoldi aka? Nech pul masalan? 18 dan deyapti. 1,800. 13 14 savdo bo'lyapti. 13 14 savdo qildi.